birga munosabati, qaynona kelin, boyagi turmush o'rtog'i va o'zini turmush o'rtog'iga bo'lgan munosabati hammasi aniq mana shu romanda ko'rsatib o'tilgan. Ayniqsa o'zlaring bilasizlar, ko'rgansizlar, Abdulla Qodiriyni shu boya o'tgan kunlar asarida Assalomu alaykum, hurmatli onaxonlar, aziz qizlarjon. Mana bugun biz bu yerda o'tmishda masalan 18-asr masalasida yashab o'tgan o'zbek adabiyotiga asos solgan, romanchiligiga asos solgan adiblarimizdan biri Abdulla Qodiriyning mana shu yaratgan asarlarini tariflar ekanmiz. Har bir asarni o'qiganimizda biz o'zimizga qandaydir ma'naviy oziq olamiz. Bu asarning asosiy maqsadi, uning asosiy negizi, g'oyasi ana shu bir oila orqali butun jamiyatni tarbiyalaydigan bir katta bir maktab o'chog'i hisoblanadi asari. Buni qaysi yo'lga kirib ketish yoki qanday yo'l, yaxshi yo'lga yomonga kirish bir oila muhitiga bog'liq ekan. Shuning uchun ham prezidentimiz shunday aytdiki, oilada ayol kishi ilmli, ma'rifatli bo'lsa, bu oilada hech qachon yomonlik chiqmaydi. Ayol o'qimishli bo'lsa, u oilada farzandlar o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lib, bu oila tinch hamda ibratli oila bo'lib shakllanadi degan gapni hech aytmaganlar. Mana shu o'tgan kunlar romaniga qaraydigan bo'lsak, mana Oqto'g'ay aytib o'tdilar, har bir obrazni tahlil qiladigan bo'lsak, otabekning ota-ona oldidagi burchi, ota-onaga bo'lgan mehr muhabbatini biz yaqqol ko'rib, o'shanda bir ibrat o'zimizga ibrat qilib olsak arziydigan bir obraz timsolida gavdalangan. Biz har bir hayotda bizga bir qurol. Kitob insondan ham ko'ra kitob bizga yaqin do'st. Biz yecholmagan yechimlarimizni kitobdan olsak bo'ladi. Yechilmagan muammolarimizni kitob orqali olib yechib olsak bo'ladi-da. Masalan, boshqa yomon yo'llarga tushib qolishiga sababchi bo'ladi. Mana shuning uchun men sizlarga beradigan nasihatimni bersak, ko'p mana o'tinoylarimiz bor, o'zlarimiz bor, yana gapirishadi. Shuning uchun hammamiz kitobga do'st bo'lmayman. O'zimiz mana yoshimiz o'tgan bilan kitob o'qiymiz. Chunki kitob mana miyamiz chaqlaydi-da, fikr doiramiz kengayadi, aqlimiz chaqlanadi, qancha kitob o'qisak. Shuning uchun mana hammalarga imkoniyat bo'ladigan mana shunday yaxshi sharoitlar yaratib qo'yibdi. Prezidentimiz mana shu yaratgan nima sharoitlarga lab berib, javob berib, bu kishilar bizga yaratib qo'ygan ishlaridan mana shu bergan imtiyozlardan unumli foydalanib, jamiyatimizni oldingi o'rinda bo'lib, mana shu yangi O'zbekistonimizning eng ibrat namunali oilalari qurishlikni mana shu yangi O'zbekistonni yuqori cho'qqilarga chiqarib, butun dunyoga tanitish, siz mana shu yer bosh bo'lsa, ayol bo'yin deydi-ku, bo'yinda yoqqa buramiz-ku, boshqarib ekan, demak, ayol bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar hammalaringiz. Talabasi Oybek Vasilyevichga beramiz, ikki og'iz so'zlar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz talaba do'stlar. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida oddiygina bog'bon oilasida tavallud topgan. Uning otasi Qodir bobo ham oddiygina o'sha rus tuzum paytida sarbozlik qilib, mudofaada ham ishlab, rus xalqini qulay vaziyatda mudofaada ham ishlagan. Uning otasining tarixi ham Abdulla Qodiriy bobomizning o'zining tarixiy romanlarining yaratilishi uchun ham asosiy tayanch vazifasi, ustun vazifasini o'tagan.